Biroq uyda aslanlar 10 koy tanar qilinib ketadigan qo'noq polkisi etishni ko'rsatib o'taman. Hamsi birlikda etib ketaylik. Aldı bilan tuxumimizni qo'yib olamiz, shakarimizni qo'yib olamiz. Bu ikki xil materialimizni men ma do'konda ma dadanchilar bo'lgandan keyin mush ko'ptirish mashinasini qildim. Agar sizlar uyingizda ma mashinalar yo'qlab qolsa, tan cho'vlanlam yaxshi tuxum bilan shakarni ko'ptirib aslanli bo'ladi, ha? Endi ma tuxumimiz ko'pab bo'lg'icha biz ma puraqsiz suvmay ketadi-da bunga. Suvimizni, aslimizni bunun nayten yaxşı eselini talep qiladi bu qo'noq polkimiz. Suyimizni, shu 3 xil materialimizni bir yuqori qachimizga quyib, buni qo'l chalg'ich bilan işte yaxshi aralashtirib olamiz. Endi mana ko'rib turganingizdek, tuxumimiz bilan shakarimiz işte oppoq holatda ko'pdi. Bu köpkendan keyin sal asta holatga ekilib, mana abay suyimizni, sumimizni, aslimizni aralashtirib olgan aralashmamizni asta holatda quyib, yanala yaxshi aralashtirib olamiz buni. Mana hamma materialimiz mana shunda oq holatga kelganda to'xtatib mashinamizni un, suda, powderlarimizni silib olamiz. Unni sağgandan keyin cho'qim eng asta holatda cho'giltimiz bo'lmasa shaloqqidan un edeni bizga pökib ketadigan avvallar bo'lib qoladi. Har shajar davomli o'quvchi qabul qilyapti juma unutib qolmaymiz. Men sizlarni shajarda saqlayman. Mana bu bulkimizdan xamirini 1 minut asta holatda cho'giltib olgandan keyin tuz holatda yaxshi aralashtiramiz. Bu qo'noq unda bo'lgandan keyin cho'qim yaxshi aralashimiz bo'lmaydi. Odatda unni qilgandikidan ma'ni sal uzunroq qilamiz jimo'amsa. Mana taxminan 3 minut chaqandan keyin buni to'xtatsak bo'ladi, bu tayyor bo'ldi. Mana buni altına teng suyuq holatda bo'ladi. Agar uyalib yo'qaday bo'lmasa, odatda ishlatayotgan xaltanning bir bo'jikini kesib tutlam, elib siqsang bo'laverdi juma. Mana endi mush holatda buni faqat liq qilib etmaymiz. Oldin qizitib olgan kavshanga selib pishirib olamiz. Mana qo'noq polkimizmi pishib tayyor bo'ldi. Qaranglar, va nima deganini o'xshagan qo'noq polkisi bu.